Bo'lajak kuyov bola uchun yotoqxona dizayni qanaqa bo'lishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda qilinish kerak bo'ladigan ish bu qiblani aniqlash. Qiblaga qarab yotoqxonamizdagi mebel jihozlarni joylashtirib olamiz. Ikkinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish bu yotoqxona bilan qo'shni xona orasidagi devor qalinligini tekshirish. Yotoqxona bilan qo'shni xona orasidagi devor yupqa bo'lsa, sizning xonaningizdagi tovushlar qo'shni xonadagi tovushlar bo'lsa, sizning xonangizga eshitilib juda ham noqulaylik keltirib chiqaradi. Agar devoringiz yupqa bo'ladigan bo'lsa, gipsokarton bilan mini vatadan foydalanib shumka qilish tavsiya qilamiz. Uchinchisi, xonamizni o'lchamidan kelib chiqqan holatda alohida garderob va alohida sanuzel qilish tavsiya qilinadi. Kravatni matoligidan foydalanamiz, sababi qirralik bo'lsa, oyog'imizni urib olib juda ham noqulaylik keltirib chiqaradi. Undan tashqari, xonada matoli detallardan ko'proq foydalanish bu xona ichida bo'ladigan shovqinni tashqariga chiqarmasligini ta'minlab beradi. Ana shunga juda ham qattiq e'tibor berishni tavsiya qilaman. Xonani yoritishni 2-3 xil uslubda foydalanish kerak. Ya'ni patologimizda ham galogen, ham podsvetkadan foydalanish tavsiya qilinadi. Undan tashqari, kravat ikki chetida tumbalarga ham svetilnik qo'yish tavsiya qilinadi. Kravat ro'parasidagi devorga deraza tarafga trumor va uni yoniga televizor qo'yish tavsiya qilinadi. Agar mabodo siz televizor ko'rishni yoqtirmasangiz, televizor qo'ymasangiz ham bo'laveradi. Xonada imkon boricha 3 tadan ko'p bo'lmagan ranglardan foydalaning. Chunki xonadagi ranglar inson psixikasiga ta'sir qiladi. Imkon boricha sokin ranglardan foydalansangiz, siz dam olishingiz va tiniqib uxlashingizga yaxshi sharoit yaratib beradi. Xonaga yaxlit gilam to'shagandan ko'ra, kravat ikki chetini qoplaydigan kattaroq gilam qo'yish tavsiya qilinadi. Kravatdan tushgan paytimiz oyog'imiz gilamda bo'lishi shart. Bu komfortni ta'minlab beradi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va bu videoni uylanmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying.